Muhtaram azizlar, Allohga shukr, mana haj ibodatlarimiz ham nihoyasiga yetib, Alloh nasib qilsa yurtdoshlarimiz asta-sekin vatanga qaytib kelyaptilar. 29-kuni oxirgi ziyoratchilarimiz kelishini kutyapmiz. Hozirga qadar hammalari sog'-omon, tinchlik bilan yurtiga, vatanimizga qaytib keldilar. Men o'zim ham safarda bo'ldim, xabaringiz bor, ijtimoiy tarmoqlarda berib turildi. Bugun jumani rakatni o'qiyman. Chunki rakatni o'qishligim lozim. Bularda xizmatini qilgan, mehrobni egasi bo'lgan Robbim qul domla olamdan o'tdilar. Biz endi u yerda ta'ziya bildirib duo qildik, lekin bugun mehrobda turib bu qavmni, siz azizlarni ta'ziya bildirib duo qilishlik uchun jumani mana shu joyda o'qishlikni niyat qildim. Alloh hammalarimizga sabr bersin azizlar. Robbim qul domlani Alloh rahmatiga olsin. Bu mehrobda turib sizlarga ko'p va'z irshadlar qildilar, ko'p xizmatlar qildilar. Domlachilik oson narsa emas azizlar. Mehrob omonatini ushlab turishlik oson emas. Ba'zan ba'zi gaplardan kimdir ranjiydi. Ba'zan hammani ham ko'nglini ola olmaydi. Men bir ulamolar kengashining raisi, muftiy sifatida domla nomidan sizlardan uzrlarini so'rayman. Domlamizni qilgan mehnatlaridan rozi bo'linglar. Mehrob omonatini bajarishlikdagi omonatlarini bajardilar. Endi Allohning huzurida bu bajargan amallari uchun Allohdan biz ajr kutamiz, mukofot kutamiz. Inshaalloh umid qilamiz Allohdan, domlamizning farzandlari, avlodlari davom etajak ilmda, ma'rifatda. O'zi umuman azizlar, hammamiz ham bu dunyoga mehmon bo'lib kelamiz, ketamiz deb bilamiz. Bu eshikdan kirib narigi eshikdan chiqib ketishlik uchun navbat kutib turibmiz. Kimimizga qanday holatda bo'ladi Allohning o'zi biladi. Lekin xotimamizni xayrli qilsin ekan azizlar. Xotimamizni go'zal qilsin. Ibodat bilan, sajdada, zikri Allohda, kalimada bu dunyodan ketishlikni Alloh nasib qilsin. Xuddi domlamiz kabi din xizmatida, Allohning mehmonlarini xizmatida mana shu domlaga nasib qildi. Lekin biz ham Allohdan umid qilamiz, bizni ham xotimamizni xayrli qilsin azizlar. Men hamma musibatlarni, yaqinlardan ajrashligini, nimaligini bilaman, lekin bir narsaki, siz bilan birga safdosh bo'lib turgan, shariatni xizmatini qilib turgan ahli ilmlar, olim ulamolar, imomlarni olamdan o'tishligi juda ham qalbimizga og'ir sinov bo'lar ekan. Bir nechta domlalar o'tyapti. Kuni kecha Andijon viloyatida Izboskan tumanida bosh imom bo'lgan yaxshi, xuddi mana shu Robbim qul domladek tabiati muloyim, juda ham taqvoli ulamolarimizdan birlari Salimjon domla olamdan o'tdilar. Men ko'zimda yosh bilan o'tgan domlalarimizni haqqiga duo qilib Allohdan so'rab qoldim. Va shuni barobarida men Arofatda turib ham butun hojilardan iltimos qildimki, hammaga duo so'raysizlar, hammani duo qilasizlar. Ahli ilm imomlarimizni ham duo qilib beringlar. Iltimos, men o'zim 30 yildan beri shuni xizmatidaman. Allohning bergan omonatini, mehrob omonatini, payg'ambarimiz alayhissalomning omonatini bajarish oson ish emas. Tashqaridan bilinmaydi, lekin bu juda katta bir omonatni ko'tarib turishlik bor. Erta qiyomatda Alloh taolo Qur'onda aytganidek, har bir inson imomini turgizib qo'yib so'roq savol qilinadi. Mana bu seni imoming shu gapni aytganmi deb har bir aytgan gap uchun so'roq savol qilinadi. Alloh o'zi yengil qilsin. Shuning uchun siz azizlardan ahli ilmlar haqqiga, ulamolar haqqiga duolarida eslab turishlaringizni iltimos qilgan bo'lar edim. Alloh sizlarni duolaringiz bilan bizga madad bersin ilohim. Shijoat bersin ilohim. Taqvo bersin Allohim. Barcha ahli ilmlarni Allohning o'zi saqlasin.